musofirlarning 80% eng katta xatosi to'g'risida aminon to'g'rilab beramiz, reyestrdan chiqarib beramiz. Bu narsalarning 80% yolg'on. 80% bloger bu narsalar hech qaysini hech narsa qila olmaydi. Ular prosta tak soqqani qiladi. Kelinglar, aminolaringni reyestrdan ochib beramiz, karta ochib beramiz, besplatno, hamma narsa besplatno deb aldab chaqirishib olishadi. Assalomu alaykum azizlar, sizlar bugun videorolikda ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi videoroligimizda musofirlarning 80% eng katta xatosi to'g'risidagi videorolikni taqdim etaman. Videorolikni oxirigacha ko'rishlaringizni iltimos qilaman. Juda foydali bo'ladi degan umiddaman. Ayniqsa bu Rossiyada yurgan musofirlarga tegishli. Hozirgi vaqtda juda ko'p yolg'on xabarlar tarqab boryapti. Instagram, TikTok, YouTube farqi qayerda? Hozirda blogerlar soni juda ko'payib boryapti. 80% bu o'zini prosta blogerman deb xalqni, ya'ni o'sha musofirda ishlab yurgan hamyurtlarimizni aldab soqqani qilyapti. Qanaqa usulda deyishingiz mumkin. Hozir Instagramga kirasizmi, YouTube'ga kirasizmi, reyestr to'g'risida gossuga ochib beramiz, karta ochib beramiz, aminon to'g'rilab beramiz, reyestrdan chiqarib beramiz. Bu narsalarning 80% yolg'on. 80% bloger bu narsalar hech qaysini hech narsa qila olmaydi. Ular prosta tak soqqani qiladi. Kelinglar, aminolaringni reyestrdan ochib beramiz, karta ochib beramiz, besplatno, hamma narsa besplatno deb aldab chaqirishib olishadi. Lekin unaqa emas. Minimum 3000-4000 pulingizni oladi. Ayniqsa hozirgi vaqtda gos ustuliga ochish juda qiyin deb o'ylaydi juda ko'pchilik insonlar. Mana shu O'zbekiston fuqarolari, bitta narsani aytay, mendan xafa bo'lsalaring ham, O'zbekiston fuqarolari, hamma demayman, ayrim odamlar juda yalqonmiz va qo'rqoqmiz. Nima uchun qo'rqoqmiz? Misol gos ustuliga, mayda dokumentga borishga qo'rqamiz. U bo'ladi, bu bo'ladi. Hech narsadan qo'rqmaslik kerak. Shunday borasiz, o'zlar sizlarga tushuntirib o'tadi, qanaqa qilish kerak, qanday to'g'ri o'tish kerak. Agar sal umliroq bo'lsangiz, o'zingiz uyda turib ham telefonni ochib ola olasiz gos ustuliga. Uning uchun 2000, 3000, 4000 rubl pul berish shart emas. Prosta hozir blogerlar o'zbek hamyurtlarimizni, mana shu musofirlar, Rossiyada yurganlar qo'rqitib qo'yapti. Mana Instagramdan, YouTubedan har xil videolarni olib chiqyapti. Unaqa qilsa, bunaqa bo'ladi, bunaqa qilsa xato, unaqa deb turib, mana shu hamyurtlarimizni aldab pulni olyapti. Endi hamma bloger demayman. Bilat juda ko'p bunaqalar. Sizlardan bitta iltimos, iloji boricha o'zingiz harakat qilingizlar. Buni qiyin joyi yo'q. Gos ustuliga ochish kerak bo'lsa, mayda dokumentga borasiz, iloji boricha o'zlari yordam beradi. Kim bo'lmagan taqdirda ham til tushunmasangiz yoki biror narsaga tushunmasangiz 500 rubl, atiga 500 rubl berasiz, o'zlari qilib beradi. Reyestr masalasiga keladigan bo'lsak, reyestr bo'lmaydigan narsa. U siz reyestrga tushdingizmi, reyestrda hech kim sizni olib chiqa olmaydi. Men o'ylashim bo'yicha endi olib chiqishi mumkin. Juda qanaqadir asnani keltirsangiz yoki постоянно dokument bilan yurgan bo'lsangiz, hech qanaqa pricha qilmagan bo'lsangiz, prosta tushib qolgan bo'lsangiz olib chiqa bera oladi. Agar ofitsialni tushgan bo'lsangiz, hech kim sizga yordam bera olmaydi, MVDdan boshqa. O'shaning uchun hamma narsaga ishonib borib, mayli pul o'zingizniki, nima qilsangiz qilarsiz. Siz ham mana Rossiyaga kelib patent to'laysiz, kvartira qilasiz, 1 so'mni 2 so'm qilay deysiz, 2 so'mni 3 so'm qilay deb turib, mana shu yerga ishlagani kelamiz hamma. Qayerdagi yo'q blogerlarga ishonib ochib bering, to'g'rilab bering, unaqa qilib 3000, 4000, 5000 deb pulni bermanglar. Nima dokument kerak bo'lsa, o'sha soha bo'yicha o'sha отделениyaga boringlar, MVDga boringlar. Hech qanaqa qo'rqayotgan joyi yo'q. Ushlab qamab qo'ymaydi, hech narsa qilmaydi. Prosta bizni o'zbek xalq ishonuvchan xalq bo'lgani uchun bizni odamlar, mana shu blogerlar juda ko'p foydalanadi. Mana Instagram, xalqona sotsiyetalar kuzatsalaring ham hozir O'zbekiston auditoriyasi Instagram bo'yicha nomer 1. Pashtada talab juda katta. O'shaning uchun katta chet blogerlar ham faqat O'zbekistonga kelib video qilyapti, u qilyapti, bu qilyapti. Nima uchun? Auditoriyani olgandan keyin, ishonchga kirib olgandan keyin asta-asta pul piramidasini qilib boshlaydi bular. U narsani reklama qiladi, bu narsa asta biz xalq ishonuvchan. O'shaning uchun tez ishonuvchanligi uchun hamma narsa bizga birinchi napadaniya bo'ladi. O'shaning uchun men sizlarga bitta narsani aytib o'tay. Reyestrga tushib qolsangiz ham, gos ustuliga ishingiz bo'lsa ham, hammasini o'zlaringiz qilishlariga harakat qilinglar. Hech qachon qo'rqmanglar. Hech kim sizni hech narsa qilib qo'ymaydi. Mana men ham
Başta bir 15 yildan beri Rossiyada yuraman, hali birorta blogerga yoki birontasiga ishim tushib, tushmagan ham tushmasin ham. Prosta nimadir bo'ladigan bo'lsa, o'zim harakat qilaman o'sha narsani. Qo'limdan keladi, aqlim yetadimi, qilaman. Agar aqlim yetmadimi, o'sha narsani qila olmayman, YouTube'ga kiraman, yozaman. Mana shunaqa bo'lsa, qanaqa qilish kerak? Izlanish kerak. Odam izlansangiz, o'zingiz yo'llaringizni topib olasiz. Prosta men aytmoqchi bo'lganim, bolalaringizni, ota-onangizni rizqini qiyib, har oy birovga yo'q joydan 5-6 ming bu dokumentni qilib beraman, bunisi bunday bo'lib qolibdi degan gaplarga ishonib pullaringni topshirib qo'ymanglar, iltimos sizlardan. Men prosta sizlarni o'ylab gapirib, mana shu videorolikni olishga harakat qildim va xudo xolasa bundan keyin juda qiziqarli videoroliklar bo'ladi, manfaatli. Keyingi videoroligimizda ko'p pul chiqim qilmasdan, zo'r ko'p pul sarflamasdan, ozgina pul sarflab turib, uzoq vaqt yeb ichish, kiyim-kechak olish sir asrorlarini o'rgataman. Iloji boricha kanalga obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozib ketinglar. Keyingi videoroliklarda mana shu to'g'risida ma'lumot yetkazaman. Agarda videorolik yoqqan bo'lsa, albatta like bosaman.